Bismillahirrohmanirrohim. Ramazonda iftor paytida o'qiladigan duolar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma antar rahimul ladzi fada alal vujudi ihsanuk. Va antal ghafurul ladzi shamala kulla shay'in ghufranuk. وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك اللهم افتح لنا مغالق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب اللهم افتح لنا مغالق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب اللهم افتح لنا مغالق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء من شفائك وعافيهم بمعافاتك واكشف عنهم كل ضر وازح عنهم كل تعب وارحم واغفر لوالدينا ووالديكم وأخواني وأخواتي وجميع موتى المسلمين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق يا رب إنك على كل شيء قدير برحمتك يا عزيز يا وهاب وبحولك وقوتك يا رب الأرباب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Ey Allohim, sen shunday rahmdil zotsanki, ihsoning borliqqa to'lib toshgan. Sen shunday kechirimli, g'afur zotsanki, kechiriming har bir borliqni qamrab olgan. Sen shunday g'ani, boy zotsanki, karaming, ehsoning bandalariga yetib oshgan. Sen shunday nurli zotsanki, ulug'vorliging va jamoli nuring butun koinotni nurlantirgan. Ey Allohim, bizlarga yopilgan jamiki eshiklarni och. Ey Allohim, bizlarga yopilgan jamiki eshiklarni och. Ey Allohim, bizlarga yopilgan jamiki eshiklarni och va bizlarga jamiki yaxshiliklar sabablarini tayyorlab qo'y. Ey Allohim, barcha bemorlarimizga va barcha bemor musulmonlarga o'z shifolaringdan bir shifoni ber va o'z ofiyatlaringdan bir ofiyatini ber va ulardan har qanday zararni ketkaz va ulardan har qanday qiyinchilikni ketkaz va hammamizning ota-onalarimizni va barcha aka-uka, opa-singillarimizni dunyo yaralgan kundan to senga yo'liqadigan kunimizgacha vafot topgan hamma musulmon va muslimalarni kechir va rahm qil. Ey Robbimiz, sengina har bir ishga qodir zotsan. Ya aziz, ya vahhab. Ey aziz va ey beruvchi zot, o'z rahmating bilan rahm qil. Ya zal jalal val ikrom. Ey ulug'lik va go'zallik egasi. Ya hayya qayyum.
ey doimo tirik, doimo ogoh zot. Ya Robbal alamin, ey butun olamlarning Robbisi. Ey Robbimiz, kuch-quvvat faqat sen bilandir. Ey Allohim, bandang va rasuling, Habibing Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va hamma sahobalariga salomlarimizni yetkaz. Amin.